Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam quyida hadis sharifda shunday deb marhamat qiladilar. Bu hadis Imom Muslimdan keltirilgan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallohu lahu bihi tariqan ilal jannati. Diqqat qiling. Kim ilm talabida bir yo'lga qadam bossa, kim ilm talabida bir qadam ko'chaga chiqsa, Alloh taolo jannat yo'lini unga oson qilib qo'yadi. Siz kitobingizni ko'tarib haftada bir kun, 2 kun darsingiz bor, chiqyapsizmi? Chiqyapsizmi? 5 yil chiqdingiz, 10 yil chiqdingiz. Shu ilm yo'lida yurgan davringizda o'tib kelsangiz, inshaalloh olimlar zumrasida tirilasiz qiyomatda. Chunki qarang, bu hadis ko'p takrorlanadi. Vallohi allazi la ilaha illahu, kitob ko'tarib yurgan ukalar, bu mubolag'a emas. Mana shu kitobingizni ko'tarib ustozingizni uyiga qarab ketayotgan paytingizda yoki madrasaga qarab kelayotgan paytingizda har bitta bosgan qadamingiz sizni jannatga yaqinlashtirayotgan qadamlar. Bu mubolag'a emas. Chunki ilm talabida yurgan odam Allohni taniydi. Halol haromning farqiga boradi. Haq bilan botilni ajratadi. Allohni rozi qiladigan narsalarni biladi. Nimani qilsa Alloh norozi bo'lishini biladi. Bu odam jannat yo'lida yuribdi. Shuning uchun bolangiz kitobini ko'tarib Qur'on yodlagan chiqib ketyaptimi? Ilm o'rgangani ketyaptimi? Jannatning qadamini bosib ketyapti otalar. Quvoninglar. Quvoninglar. Chunki siz o'lib ketganingizdan keyin shu bolangizdan sizga ajr borib turadi inshaalloh. Masalan, jamiyaga kirib o'qiyotgan studentlarni qarasanglar, o'sha boyaga aytganimizdek, iqtisodiy qiyinchiligi bor cho'ntagida albatta. Qiyin mehnat. To'g'ri, 5 yil 6 yil hash-pashtagicha o'tib ketyapti. Lekin bitta sohani zo'r mutaxassis bo'lib yetishgandan keyin bilasizmi? Zo'r doktor bo'ldi. Zo'r bir advokat bo'ldi. Zo'r bir qandaydir bir informatik, kompyuter bo'yicha mutaxassis bo'ldi. Eshigini tagida odamlar navbat kutib turadi kirishligi uchun. Soatiga pul oladi shunda. Bu mehnat qildi-da, ilmning mashaqqatlariga sabr qildi-da. Sunnat-u mutahharada ilm talabida haqida nima deyilgan? Ilm talabida yurgan ukalar mashaqqatligiga qaramanglar. Uzoqligiga qaramanglar. Og'irligiga qaramanglar. Sizlar bu yo'l sizlarni jannatga olib borishligiga qaranglar. Chunki payg'ambarimiz aytdilar, kim ilm talabida bir qadam bosib chiqsa, mana shu qadami tufayli uni Alloh taolo jannatga qadamini burib qo'yadi. Imom Termiziy keltirgan hadisda Rasululloh aytadilar: "Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa zikrullohi ta'ala va ma walahu." Dunyo mal'undir. Dunyo la'natlangan. Dunyo la'natlangan. Undagi narsalar ham la'natlangan. Faqat Allohning zikri va unga yaqin narsalar bundan mustasno. Agar ilm o'qimasangiz, olimlarga yaqin bo'lmasangiz, ilm majlisiga intilmasangiz, faqat la'natlangan narsani orqasidan quvalab yuribsiz. Tushunarlimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana eshitgansizlar bu hadisni. Kun aliman, aw muta'alliman, aw mustami'an, aw muhibban, la fala takun khamisa fatahlak. Yo olim bo'l degan payg'ambarimiz. Va yigitlar, ko'zlarini katta ochinglar. Yo olim bo'l. Yo ilm o'rganuvchi bo'l. Yo eshituvchi bo'l. Yo yaxshi ko'ruvchi bo'l. Eng kamida ilmni yaxshi ko'ruvchi bo'l. 5-inchisi bo'lma. Ilmga beparvo bo'lma, halok bo'lasan degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bolalarimiz yo olim bo'lsin, yo ilm o'rganuvchi bo'lsin, yo eshituvchi bo'lsin, yo yaxshi ko'ruvchi bo'lsin, ilmga beparvo bo'lmasin. Va hech qaysi yoshligida ilmga berilmagan, ilmsiz o'tgan ota na din ilmini, na dunyo ilmini o'rganmasdan yoshi o'tgan ota bolasini ham shunaqa bo'lishini xohlamaydi. Ilmsiz ota ham bolasini o'qishini xohlaydi. Chunki ilmlilarning martabasini ko'rgan edi hayotida. Keyingi hadis Imom Termiziydan Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh marhamat qilib shunday dedilar: "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a."
Ajib hadis. Kim ilm talabida chiqsa, bas to qaytib kelgunicha Allohning yo'lida bo'ladi. Hadis qarang, sahih hadis, Imom Termiziydan. Kim ilm talabida ko'chaga chiqsa, to qaytib kelgunicha Allohning yo'lida bo'ladi. Bu Rasululloh aytayapti, sallallohu alayhi vasallam. Endi umuman ilm yo'lida yurgan odam bo'lsa-chi, demak doim Alloh yo'lida yuribdi. Bilasizlar, masalan, biror bir firmani, biror bir tashkilotni ishi bilan biror safarga chiqib yo'lda musibat chekib, bir oyog'i sinsa yoki bir nogiron bo'lib qolsa, shu firma bu odam o'lguchi oylik bilan ta'minlash kerak. Xizmat burchini ado qilayotgan paytda deyiladi. Demak, Allohni yo'lida yurgan paytingizda ilm o'rganib, ilm yo'lida yurgan paytingizga bir musibat yetadigan bo'lsa, Alloh taoloning zimmasida bo'ladi. Muhim nuqta. Dunyoda boshlagan tijoriy yoki boshqa bir dunyoviy ishingizni oxirigacha yetkiza olmasangiz, sizga hech kim mukofot bermaydi. Masalan, bitta zavodni qurishni boshladingiz, yeta olmasdan o'lib qoldingiz yoki yetkiza olmadingiz oxirigacha. Sizga hech qanday xizmat haqqi to'lanmaydi. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Ammo ilm talabida yursiz, garchi bu ilmni oxirigacha yetkiza olmasangiz ham, garchi olim bo'la olmasangiz ham, shu ilm o'qib yurib o'lib ketsangiz, Alloh sizni ilmni maqomiga yetkazdi deganlar qatorida tiltiradi qiyomat kunida. Shuning uchun bir haftada bir marta Qur'onni ko'tarib, masjidga kelib, domladan Qur'ondan ta'lim olib qo'yishlik qo'limizdan kelmaydimi? Ammo doim bo'lsin, bir marta emas. Ilm yo'lida yurgan bo'lasizmi siz ham? Qorilar qatorida tirilasiz, olimlar qatorida tirilasiz, agar ilm yo'lida yurgan bo'lsangiz. Payg'ambarimiz aytadilar: "Fazlul alimi alal abidi ka fazli ala adnakum." Bu hadis Imom Termiziydan, Abu Umoma roziyallohu anhudan. Olimning obiddan afzalligi xuddi mening sizning eng kichigingizdan afzalligimga o'xshaydi. Qaytaraman. Olimning obiddan afzalligi, olim odamning ilmsiz odamdan afzalligi xuddi mening, deyapti Rasululloh, va sizning eng kichigingizdan afzalligimga o'xshaydi. Payg'ambarimizning eng kichkina sahobasi bilan Rasulullohning o'rtasida qancha katta bir farq bor. Olim odam bilan obid odam o'rtasida shunday farq bor dedi. Alloh maqtayapti ilmli odamni. Payg'ambar maqtayapti ilmli odamni. Farzandlarimiz ilmli bo'lishiga undaylik, birodarlar. Kunlarning birida Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir kishini namozdan tashqari vaqtda masjidda o'tirganligini ko'rdi. Nima qilyapsiz bu yerda dedi. Hali odam namoz o'qiyapman dedi. Farz namozdan boshqa payt. Rasululloh: "Qoningizni kim boqadi sizga?" dedi. "Akam" dedi. "Aka sizdan ko'ra ibodatliroq ekan" dedi. "Qoningizni kim boqadi?" desa, "Akam" dedi. "Aka sizdan ko'ra ibodatliroq ekan" deyapti. Bu dunyoga chiqib kasbkor, tirikchilik qilishlikka targ'ib bo'lsa, keyingi rivoyatda eshiting. Bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'zini sherigidan kelib shikoyat qildi. U bilan tijoratdamida bir mehnatdan bir sherik edi, ammo ilm talabida edi. Payg'ambarimiz shikoyat qilganga qarab, ya'ni men do'konda turaveraman yoki men eshitib qilaveraman, uni kitobini ushlab o'tiraveradi, yo darsga deb ketib qolaveradi, yo Qur'on ushlab o'tiraveradi. Men ko'proq ishlayapman sherigimdan ko'ra deganida, payg'ambarimiz unga siz undan ibodatliroq ekansiz demadi. Nima dedi? Ehtimol sizga kelayotgan rizq u tufayli bo'layotgandir dedi. Tushunarlimi? Ehtimol sizga kelayotgan rizq o'sha tufaylidir dedi. Ilm yo'lida yurgan odam bo'lganligi uchun. Nima uchun obiddan olim martabasi ulug'? Chunki obid faqat ibodat qiladigan ilmsiz odam o'zi uchun ibodat qiladi. Jay namozni teshib olsa ham namoz o'qib, faqat o'zi uchun qiladi. Ammo ilm o'rganayotgan odam, birodarlar, insoniyat uchun, odamlar uchun, jamiyat uchun o'rganadi. U faqat o'zi uchun o'rganmayapti. Odamlar uchun o'rganyapti. Shuning uchun uning martabasi ulug' bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.